Hammasi ingliz adliyasidan qochib, Bounty nomli kemadan qutulib bu joyni panoh sifatida ishlatmoqchi bo'lgan isyonchilarning adaga kelishi bilan boshlandi. Pitcairn oroli bu qochqinlardan keyin alkash rahbarlar va fojiali qirg'inlar hukmronlik qilgan dahshatli voqealarga guvoh bo'ldi. Tarixdan yo'q bo'lib ketgan polineziyaliklar milodiy 1100 yillarda bu orolga kelib, olib kelgan hayvonlari bilan birga yashashni boshlagan edi. Pitcairn oroli qimmatli obsidian va sifatli tosh resurslariga ega bo'lgani uchun xalq bu jannatga o'xshash joyda baxtli yashardi. Ular mollarini 500 kim uzoqlikdagi Mangareva oroli aholisi bilan savdoga chiqarishar edi. Orolning joylashuviga qarasangiz, dunyodagi eng yetib borish qiyin bo'lgan orollardan biri ekanini tushunish qiyin emas. Ular kelganida bu joyni go'yo bir vaha deb ko'rib quvonishgan. Yerdan, suvdan, hayvonlardan, boyliklardan foydalanib, 400 yil davomida osoyishta yashashgan. Ammo vaqt o'tishi bilan madenlar tugay boshladi va savdo qiladigan yagona joy bo'lgan Mangareva bilan kelishmovchiliklar chiqdi. Pitcairn xalqining sotadigan narsasi qolmay, qashshoqlik asta-sekin ko'rinib, ichki urushlar boshlandi. Birinchi qon to'kilishi bilan hammasi tugashga yuz tutgan edi. Orol aholisi qashshoqlikdan va boshqa joyga qochib ketishning imkonsizligi sabab asta-sekin halok bo'lib, orol bombosh qolgan edi. Bu voqealardan asrlar o'tgach, 1787 yilda Britaniya Bounty kemasini Pasifik okeaniga non mevasi deb atalgan o'simlikni topib olib kelish uchun yubordi. Britaniyaning Karib dengizida turli irqdan bo'lgan qimmatli xalqlari bor edi, ammo ularni oziqlantirish qiyin bo'lgani uchun oddiy, oson yetishtiriladigan mahsulotlarga ehtiyoj bor edi. Bounty jamoasining vazifasi Garbiy Hind orollaridan non mevalarini topib, ularni boshqa adalarda ekib, xalqning ochligiga yechim topish edi. Ular bir necha adalarni kezib, nihoyat Taxti oroliga yetib kelishdi. Taxtidagi mehmondo'stlik, ayollar ko'pligi va tropik hayotga o'rganmagan dengizchilar uchun bu joy afsonadek edi. Dengizchilar bu yerning lazzatidan shu qadar ta'sir oldilarki, 6 oydan ortiq vaqt bu orolda qolib ketishdi va bu hayotdan ketishni istashmadi. Ammo vazifa bor edi, qaytishlari shart edi. Ular norozilik bilan kemaga qaytishdi, ammo taxtining lazzatidan so'ng dengiz hayoti ularga jirkanch bo'lib tuyula boshladi. Nihoyat isyon ko'tarildi. Kapitan William Blickga qarshi hujumni Fletcher Christian boshqargan edi. Isyonchilar kapitan tarafida bo'lgan 18 kishini qayiqqa solib, cheksiz okeanda tashlab ketishdi va o'zlari taxtiga qaytib ketishdi. Kapitan Blick va unga sodiq 18 kishi 6500 kim masofani kichik qayiqda eshkak eshib o'tib, tirik qolishdi va isyonchilarni jazolash uchun qayta yo'lga chiqishdi. Ular taxtiga yetib kelib, qo'lga tushgan isyonchilarni birin-ketin tutib, hukm qilindi. Bu xabarni eshitgan Fletcher Christian va bir nechta tirik qolganlar yonlariga bir nechta taxtlik ayollar va erkak qullarni olib qochishdi. Ular yangi joy izlab yurib, oxir-oqibat vayron bo'lib ketgan, yillar davomida hech kim yashamagan Pitcairn orolini topishdi. 1790 yilda fojia boshlandi. Orolga 9 yevropalik dengizchi, ular bilan birga olib kelingan 12 taxtlik ayol va 6 erkak qul keldi. Umumiy aholisi 27 nafar edi. 12 ayoldan 9tasi 9 dengizchiga bo'lingan, qolgan 3 ayol esa 6 erkak qul tomonidan navbat bilan foydalanilardi. Bu ifodalar yoqimsiz ekanini bilaman, ammo voqeani aynan o'sha holat bilan tushuntirishga majburmiz. Bu tengsizlik qullarni g'azablantirgan, orada nafrat uruglari ekila boshlagan edi. Pitcairnning unumdor yerlari, toza suvi, go'zal iqlimi bor edi, ammo alkogol katta muammoga aylandi. Dengizchilardan biri Matkay oroldagi o'simligidan spirt tayyorlashni o'rgandi. Asl rahbar Christian ichkilikbozlik va lazzatli hayotga berilib ketdi, Matkay esa spirt ichmay turolmaydigan alkashga aylandi. Bir kuni Matkay haddan oshib, ayol qullardan birining, Tevaruaning qulog'ini baliq tutolmagani uchun uzib tashladi. Ayol chidab bo'lmas azoblardan keyin jarlikdan sakrab o'z joniga qasd qildi. Bu voqea orolda allaqachon kam bo'lgan ayollar sonini yanada kamaytirdi. Matkay esa qolgan 3 ayolga ham ko'z ola boshladi. Bu qul erkaklarni yanada g'azablantirdi. Ular qurollarni o'g'irlashga muvaffaq bo'lishdi va isyon ko'tardilar. Bir necha soat ichida yevropaliklarning aksariyati o'ldirildi. Faqat 4 nafari tirik qoldi, ular orasida Matkay ham bor edi.
Ammo qullar aslida ayollarni himoya qilmoqchi emasdi. Ular ayollarni o'zlari uchun xohlashardi. Bu holni bilgan ayol qullar bu imkoniyatdan foydalanib, kechalari 6 erkak qullarni uxlayotganida o'ldirishdi. Endi orolda 11 ayol va 4 yevropalik erkak qoldi. Bu 4 erkakdan Matkaydan tashqari hech biri shafqatsiz emasdi. Matkay ichkilikka berilgan, Quintal esa tobora qo'polroq bo'lib, ayollar va bolalarga zarar berishni ayta boshladi. Young va Adams o'zini dinga bagishlagan ikki dengizchi, bu insoniy emas, deb Quintalni kechasi o'ldirishdi. Tez orada noma'lum sabab bilan Matkay ham o'z joniga qasd qildi. Keyin Young ham kasallanib olib qoldi. Shunday qilib orol ko'plab odamlarning qabristoniga aylandi. Endi orolda yagona erkak John Adams qoldi. U o'zini rahbar va imom deb bilib, 11 ayoldan iborat harem tuzdi. Yosh bolalar tugila boshladi, orol aholisi asta-sekin ko'paydi. Adams o'zini go'yo bu orolga yuborilgan bir masih deb hisoblab, xristian jamiyati qurishga harakat qildi. Alkogol tayyorlanadigan barcha o'simliklarni yo'q qildirib, jamiyatni diniy tartibga soldi. Yillar o'tib, 1808 yilda inglizlar kelganda ular qarshisida dindor, tartibli odamlar va hurmatli rahbarni ko'rishdi. Ular orolning dahshatli o'tmishidan mutlaqo bexabar edi. Keyinchalik rahbarlar birin-ketin almashdi. Soxtakorlar, o'zini rahbar deb ko'rsatgan firibgarlar ham keldi. 1900 yillarga kelib, orolga 7 kun adventistlari sekta rahbarlaridan biri kelib, butun aholini o'z diniga o'tkazdi. Uning birinchi buyrug'i oroldagi barcha cho'chqalarni yo'q qilish edi. Aholi ikkilandi, ammo baribir unga ergashdi va bu e'tiqod bugungacha davom etmoqda. Vaqt o'tib, Britaniya orolni rasmiy tan oldi. Hatto aholining bir qismi boshqa orollarga ko'chirildi. Asrda orol sayyohlik joyiga aylandi. Pochta, kartochkalar, hukumat vakillari tayinlana boshladi va Pitcairn zamonaviy davlat ko'rinishga kirdi. Ammo orolning zulmatli tarixi tugamadi. 2004 yilda aholisi 60 kishi atrofida bo'lgan bu joyda 7 erkak, shularning biri belediya raisi, biri sudyasi, bolalarga tajovuz va boshqa 55 jinoyatdan ayblandi. 6 nafari qamaldi, sudya esa oqlanib chiqdi. Yillar o'tib ular ozod bo'ldi. O'rniga kelgan yangi belediya raisi, oqlangan sudyaning ukasi Mike, bolalar huquqlari bo'yicha ishlay boshladi, ammo 2010 yilda uning kompyuteridan bolalar pornografiyasi topildi va o'zi qamaldi. 2019 yilda orolning birinchi ayol belediya raisi Sharon qasamyod qildi. 2022 yilda iste'foga chiqdi va o'rnini Simon Young egalladi. Hozir ham u rahbarlik qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, orol aholisi taxminan 50 kishidan iborat. Mana shunday izoh berishning o'zi qiyin bo'lgan tarix. Orolning bugungi aholisi va rahbarlarining katta qismi o'zini masih deb bilgan Adamsning avlodlari. Bu yerning tahqirlar bilan to'la o'tmishi haqiqatan hayratlanarli. Umid qilamizki, kelajakda bu yerdagi odamlar normalroq hayot kechiradi. Ammo yo'lingiz bir kun bu orolga tushsa, 2 marta o'ylang derdim.